أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا واهدنا ووفقنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، biz yuqorida Alloh subhanahu taolaning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassarning o'zidan darsimiz davom qilgan bo'lib, Yusuf surasi 23 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shuning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Yusuf turayotgan uydagi ayol, ya'ni Zilayho, Yusufdan yuz bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. U eshiklarni taqib etib, beri kel dedi. Yusuf
Xudo pana bersin. U yani erim haqiqatan mening xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. O'ziga zulm qilg'uchi haqiqatan najot topolmaydi dedi. U yani Zulayxoga, u yani Zulayxo Yusufga yaqinchilik qilishga bel bog'ladi. Parvardigorimning ro'shan dalilini ko'rmagan bo'lsa, Yusufmu uningga moyil bo'lgan bo'ladi. Biz Yusufni gunohdan va sat ishdan ana shundoq saqladik. Shubhisizki, Yusuf bizning sodiq bandalarimizdan edi. Ularning har ikkisi Yusuf chiqib ketish uchun, Zulayxo uni qaytirib kelish uchun ishga qarab yugurishdi. Bu chaqda u, yani Zulayxo Yusufning ko'ngligini orqasidan tortib yirtib o'tdi. Ishik oldida uning, yani Zulayxoning eri bilan do'qurishib qilishdi. U, yani Zulayxo, sening ahlingni dafsanda qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlashni yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak edi. Yusuf, u yani Zulayxo menda munosabat o'tkazishni talab qildi dedi. U yani Zulayxoningki oilasidagilardan birisi guvohlik berib, Yusufning ko'ngligi oldidan yirtilgan bo'lsa, uning, yani Zulayxoning so'zi rost, Yusufning so'zi yolg'on. Yusufning ko'ngligi orqasidan yirtilgan bo'lsa, u, yani Zulayxoning so'zi yolg'on, Yusufning so'zi rost dedi. U, yani Zulayxoning eri Yusufning ko'ngligining orqasidan yirtilganligini ko'rib, ey ayollar jamoasi, bu cho'qim sizlarningki hiylinglardir. Sizlarning hiylinglar haqiqatan cho'ngdir dedi. Yani aytdi, Yusuf buni so'zlab yurmagin. Ayolim, sen o'z gunohiga kechirim so'rag'in. Sen haqiqatan xatolashding. Shahardagi ba'zi ayollar Aziz, yani Misrning podshosininki xotini quliga kuyib qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Biz uni albatta oshkora ozg'on deb qaraymiz deyishdi. Xo'sh. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ودعت امرأة العزيز برفق ولين يوسف الذي هو في بيتها إلى نفسها لحبها الشديد له وحسن بهائه وغلقت الأبواب عليها وعلى يوسف وقالت هلم إلي فقال معاذ الله أعتصم به وأستجير من الذي تدعينني إليه من خيانة السيد الذي أحسن منزلتي وأكرمني فلا أخونه في أهله إنه لا يفلح من ظلم ففعل ما ليس له فعله. Züleyxa, yani Aziz'den ayal oğan, Züleyxa nait yuvaş yumuşaq bilen özün üydeki Yusuf aleyhisselamni öz nefsini kandırış için çakırdı. O ayal o Yusuf aleyhisselamni ne kadar yaxşı görgenlikini cehdedin ve Yusuf aleyhisselamның ne kadar bibaha güzel oğalıkını cehdedin. İşiklerinin hemmini takıdı. O'ziga va Yusufga qarta ishqini taqadi va dediki, meni qishim kel deb. Yusuf alayhissalom dediki, xudo saqlasin, men xudoga eslimman va panohlik talab qilaman. Andaq bir zotdinki chaqirding sen, ey Züleyxa, meni eningga chaqirgan ishingdan men u Alloh bilan panohlik talab qilaman dedi. Meningki xo'jayinim xiyonat qilishdim. Ki
naiti yaxshi muomala qilgan tursa xo'jayinim menenki naiti o'rnini va u kishi meni naiti isil hurmat qilgan tursa yaxshi meni tarbiyalab mushol akagan tursa man uning ahliga man xiyonat qilmayman. Chuqum najot topolmaydi zulm qilgan odam va uni qilish loyiq bo'lmagan qiliqni qilgan odam. ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة وحدثت يوسف نفسه حديث حديث خطرات للاستجابة لولا أن رأى آية من آيات ربه تزجره عما حدثته به نفسه وإنما أريناه ذلك لندفع عنه السوء والفاحشة في جميع أموره إنه من عبادنا المطهرين المصطفين للرسالة الذين أخلصوا في عبادتهم لله وتوحيده. Albatta mayl oldu o Züleyxa'nın nefsi bu satqılıqni qilishqa ve Yusuf'un nefsimi pişirildi. Onunki telvigini kandırış, icabet kılış için nefs pişirildi. Eğer Perverdigar'ın ayetlerden boğan ayetinin kömüsüydü. O ayet to'sqanda qiladi, u Yusufning nafsi pichirilgan narsani to'sadigan oyatni ko'migan bo'lsa, bumi mayli qiladi. Lekin oyatni ko'rdi, hech qandaqcha uningga burolmadi. Chuqur biz ko'rsatdik, biz u Yusufga ashuni ko'rsatdik. Onundancho u Yusufdan mushu yomon sat qiliqlarni o'zining barliq ish kuchlarida to'sib, onundan yig'ilib qolsin uchun. Yusuf bo'lsa nihoyatda iffetlik, pok ham tanlangan bizning bandalarimizning qatoridandir. Nimaga tanlangan? Ya'ni payg'ambarlik tanlangan shunday bandalarning qatoridandir. Ki ular bo'lsa o'zinki Allohga ibodat qilish jarayonida va Allohni bir deb e'tiqod qilish jarayonida nihoyat muxlis shunday qilgan payg'ambarlikka tanlangan bandalarimizning qatoridandir. وأسرع يوسف إلى الباب يريد الخروج وأسرعت تحاول الإمساك به وجذبت قميصه من خلفه لتحول بينه وبين الخروج فشقته ووجد زوجها عند الباب فقالت ما جزاء من أراد بامرأتك فاحشة إلا أن يسجن أو يعذب العذاب الموجع. Yusuf eshik tarafiga tez harakat qildi. Chiqib ketish maqsadda va Zulayxomu Yusufni tutib olish maqsadida tez harakat qildi. U Zulayxo Yusufning ko'ynigini tortdi orqa tarafdan. O chiqib ketishni to'sish uchun. U Zulayxo Yusufning ko'ynigini yirtib bu ikkisi birdekla Zulayxo o'zininki yo'ldishini ishini tuyda shundoq shu turganligini ishini tuyda qurishib qoldi. Zulayxo shu amatlikilam dedi, sening oil bolasini ayolingga yomonlikni maqsad qilgan odamning oqibati nima? Yoki emas sening ahlingga, sening ayolingga emas sening ayolingga satqiliqni, fahishni maqsad qilgan odamning jazosi lekin uni turmaga tiqish ya bo'lmaydi, nihoyatda qaqshatqich bir azoblash dedi. Qala Yusufu yallati talabat minni zalika ve şehida sabiyyun fil mehdi min ahliha. فقال إن كان قميصه شق من الأمام فصدقت
fittihamiha lehu ve huve minel kazibin. Yusuf Aleyhisselam dedi, u olsa menden o satqılıqni u talep qildi dedi. Ve guvalık verdi. Züleyxaga tuqqandaş, Züleyxanın nesibidin boğan, büyüşteki bir nasidi bir bala guvalık verdi. Dedi de enim dep, eğer Yusuf'un köynegi aldı taraftan yırtılgan bolsa, Züleyxa rastçıl. Yüzünki o Yusuf boğan töhmeti de Züleyxa rastçıl. Yusuf yalgancıl boğan boludu. وإن كان قميصه شق من الخلف فكذبت في قولها وهو من الصادقين. Eğer o Yusuf'un köynegi arka taraftan yırtılgan bolsa, o Züleyxa özünün bu davası, bu sözde Züleyxa yalgancı, Yusuf Rasulullah'ını katardan dedi. فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ قَمِيصَ يُوسُفَ شُقَّ مِنْ خَلْفِهِ علم براءة يوسف وقال لزوجته إن هذا الكذب الذي اتهمت به هذا الشاب هو من جملة مكركن أيتها النساء إن مكركن عظيم. Bu aziz Mısır Yusuf Aleyhisselam'ın köyneginin ağız tarafından yırtılganlığını kögen çağda Yusuf Aleyhisselam'ın günahsız ikenligini bildi. Ve xotun üçün şunlar dedi ki, çokum siz kılıvatkan töhmet olsa, siz kılıvatkan töhmet ki, yani muşu yaşka siz kılıvatkan töhmet olsa, bu sizler ayallah cemaasi sizlerinki ilmi kırınlığın katardan bu. Hakikaten sizlerinki ilmi kır tozaklarınla naiti bek çoğun dedi. قال عزيز مصر يا يوسف اترك ذكر ما كان منها فلا تذكره لأحد واطلبي أيتها المرأة واطلبي أيتها المرأة المغفرة لذنبك إنك كنت من الآثمين في مراودة يوسف عن نفسه وفي افترائك عليه. Aziz Mısır şuna dedi ki, ey Yusuf, bu ayaldan boğan bu işlerini devjimigen. Onu tılgalışını terk etkin. Onu bir kimge sözlep oltuma, değil mi? Sen mi ey Züleyxa, senin kılan etken bu günaya, bu cinayetringe, bu günahlarınga mağfiret talep kılgın. Hakikaten sen bu Yusuf'un nefsini talep kılış jarayonida sen çok günahkarlarni qatardan bo'lding ve o senin Yusufga böhtan qilish jarayonida osim günahkar xatokarni qatardan bo'lding. Sen gunohing uchun mag'firat talab qilgin dedi. ووصل الخبر إلى نسوة في المدينة فتحدثن به وقلن منكرات على امرأة العزيز. امرأة العزيز تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها وقد بلغ حبها له شغاف قلبها وهو غلابه إنا لنراها في هذا الفعل لفي ضلال واضح. Haber şehir ayallarga tizlik bilan yetib ketdi. O şehir ayalları bu ahvalını sözlep yürüştü. Dedi de bu Ez Mısır'ın ayalıga her xil yaman yerginişlik gap sözlerini deyişki başladı. Nemde bu Ez Mısır'ın ayalı özünki bir hizmetsizlikке şununla kuyup kaptı. Moşunun pirakı jürüptü dep oşunun nefsiden gulamınınki nefsinin akıcı jürüptü dep her xil yerginişlik gap sözlerini taqib jürdü. Ve istepti, çakırptı bu ayal, bu padişahın Aziz Mısır'ın ayali, o gulam ne?
Özün nefsi kegen dep men çakırıyor. Ve çukum yitipdi bu ayalının o yüzüp koğan, yoki oğulamı koğan, oğlamdı mesela Yusuf Aleyhisselam, oğlamı koğan, o ayalının işki, kalbinin en şikir katılımı yitipdi. Yani o kalbininki gılapı yitipdi asasen. Haqiqiy zadi qalbiga o'tibdi buning ishqi bu ayolning Yusuf Aleyhisselam bo'lgan ishqi o'sha yetibdi. Cho'qim biz olsak albatta bu ayolni bu xil sad qilmig'ida albatta ro'shan ozg'unlarning qatoridan bo'libdi deb men ko'ramiz. Haqiqatan bek ezib ketibdi. Bu normal odamgarchilik sharmahaya u bodan chiqib qattiq ezibdi deb mayda ko'ramiz deb bu shahardagi bir turkum ayollar shu gaplarni taqib qilib boshladi deydi. Hem bu ayet-i kerimde vakalet heytelek diyelim. Heyte bu esmail afal deb bir gap var. Ana esmail afal. Heyte. Yani halumme ve asri degan manda bu. Dedi u Züleyha heytelek degani. O'zi yana asri ilal firashi. Feleyse semme ma yukhsha degandek. Tizlik bilan yataqqa kelgin, ko'pi kel. Bu yerda bir qo'rqidek bir narsa yo'q degandek. Bu yerda asmail afal ki bu pil emir ma'nosiga kelgan ism pil. Hayt deganligimiz. Xo'sh, bugun vaqt e'tiborlar shularga kifoyalimiz. Alloh xolisi davomi ayat bo'lgan bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.